Mutolaa qilgan qalb boy qalbdir. Chunki kitob inson tafakkurini yuksaltirib, ruhiyatini boyitadi, hissiyotlarini tarbiyalaydi. Badiiy adabiyot orqali inson hayotiy saboqlar oladi, o'zlikni anglaydi va qalb teranlashishini his qiladi. Mutolaa insonni ma'naviy yetuklikka, mehr-oqibat va ezgulikka yetaklaydi. Qalbni zulmatdan nurga chiqaradi. Inson qalbining eng katta boyligi bu uning ma'naviyati, tafakkuri va dunyoqarashidir. Bu boylik esa avvalo kitob o'qish, mutolaa orqali shakllanadi. Kitob insonni o'ylashga, his qilishga va to'g'ri xulosa chiqarishga o'rgatadi. Mutolaa qilgan insonning qalbi boy bo'ladi, chunki u turli hayotiy tajribalarni, insoniy fazilatlarni va buyuk allomalar fikrlarini o'zida mujassam etadi. Kitoblar orqali biz yaxshilik va yomonlikni ajratishni, sabr-toqatli bo'lishni, orzu qilishni va maqsad sari intilishni o'rganamiz. Bugungi tezkor zamonda ham kitob o'qish o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Aksincha, u inson ruhiy jihatdan boyitadi, qalbini poklaydi va hayotga boshqacha nigoh bilan qarashga undaydi. Mutolaa bu nafaqat bilim olish, balki o'z ustida ishlash, o'zini tarbiyalash vositasidir. Shunday ekan, har birimiz kitob bilan do'st bo'lishimiz, mutolaani kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylantirishimiz zarur. Zero mutolaa qilgan qalb haqiqatdan ham boy qalbdir. Kitob o'qish ruhning oziqlanishi, qalbdagi pok tuyg'ularning uyg'onishidir. Mutolaa madaniyati shaxsning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirib, tafakkur darajasini ham oshiradi. Adabiyot qahramonlarining ichki hissiyotlari orqali kitobxonda hamdardlik, muhabbat va adolat tuyg'ulari shakllanadi. Bugungi tezkor zamonda ham kitob o'qish o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Aksincha, u insonni ruhiy jihatdan boyitadi, qalbini poklaydi va hayotga boshqacha nigoh bilan qarashga undaydi. Xulosa qilib aytganda, kitobxon o'quvchini inson doimo izlanishga, intilishga va fikr doirasining kengayishiga sabab bo'ladi. Uning qalbi ma'rifat bilan boyib, so'zi va amalida ham yuksaklik namoyon bo'ladi.